Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, aziz pensionerlar va hurmatli fuqarolar. Bugun men siz bilan hayotingizning eng muhim moliyaviy jihatlaridan biri haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun havo va suvdek zarur. Shunday ekan diqqat bilan eshiting. Siz har oy qabul qilayotgan kvitansiyalarıngizni diqqat bilan ko'zdan kechiryapsizmi? Ularni to'lashga shoshilmang. Chunki bugun sizga 5 ta shunday kvitansiya haqida gapirib beraman. Ular uchun siz umuman pul to'lamasligingiz mumkin. Ha, adashmadim. To'liq %100% kompensatsiya olishga haqqingiz bor. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Chunki bu nafaqat sizning, balki oilangiz va yaqinlaringizning ham byudjetiga katta foyda keltirishi mumkin. Keling, muammoning ildiziga chuqurroq kiraylik. Ilgari kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, uy-joy haqlari yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar olish jarayoni ko'pincha murakkab byurokratik to'siqlar bilan bog'liq edi. Ko'plab pensionerlarimiz, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar bu imtiyozlar haqida bilmas edilar yoki ulardan foydalanish uchun qanday hujjatlar kerakligini, qayerga murojaat qilish kerakligini tushunishga qiynalardilar. Davlat tomonidan berilgan ayrim imtiyozlar faqat qisman bo'lib, ular barcha to'lovlarni qoplamasdi. Ba'zan hatto bu imtiyozlar uchun ham uzoq navbatlar, turli idoralarga yugurishlar talab qilinardi. Bu esa keksa yoshdagi insonlar uchun jiddiy qiyinchilik tug'dirardi. Lekin hozirgi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator farmonlar va qarorlar, shuningdek ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar tufayli pensionerlar uchun ko'plab yangi imkoniyatlar yaratildi. Bugungi kunda ayrim toifadagi pensionerlarimiz, jumladan yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar, nogironligi bor shaxslar, urush va mehnat faxriylari hamda kam ta'minlangan oilalarning keksa a'zolari uchun kommunal xizmatlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 100% kompensatsiya olish imkoniyati yaratilgan. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatimizning o'z keksa avlodiga bo'lgan yuksak ehtiromi va g'amxo'rligining yorqin namunasidir. Endi sizga ana shu 5 ta kvitansiyaning har biri haqida batafsil ma'lumot beraman. Birinchi kvitansiya. Bu elektr energiyasi uchun to'lov. Elektr energiyasi bugungi kunda har bir xonadonning ajralmas qismi. Yorug'lik, isitish, sovutish, ovqat pishirish, televizor tomosha qilish, bularning barchasi elektrsiz mumkin emas. Hozirgi qonunchilikka ko'ra, ayrim toifadagi pensionerlarimiz elektr energiyasi uchun to'lovdan 100% ozod qilinishi mumkin. Lekin bu faqat belgilangan ijtimoiy iste'mol me'yorlari doirasida amalga oshiriladi. Tasavvur qiling, 75 yoshli Oysha Momo shaharning chekka qismida joylashgan, uning farzandlari chet elda mehnat qiladi. Uning o'zi esa I guruh nogironi hisoblanadi. Oysha Momo har oy o'rtacha 200 kWh elektr energiyasi iste'mol qiladi. Bu iste'mol amaldagi ijtimoiy me'yor. Masalan, 2000 kWh ichiga kiradi. Oysha Momoning I guruh nogironligi borligi va yolg'iz yashashi sababli u elektr energiyasi uchun 100% kompensatsiya olish huquqiga ega. Ya'ni unga kelgan 200 kWh uchun to'lov davlat tomonidan qoplanadi. Agar Oysha Momo avval to'lovlarni o'zi amalga oshirgan bo'lsa, endilikda u har oy ushbu miqdorni pensiya kartasiga yoki bank hisob raqamiga qaytarib olishi mumkin bo'ladi. Bu uning oylik pensiyasiga sezilarli qo'shimcha bo'lib, oziq-ovqat yoki dori-darmon xarid qilishga yordam beradi. Kimlar bu imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Yolg'iz yashovchi nogiron pensionerlar, urush faxriylari, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turuvchi keksa fuqarolar. Muhimi belgilangan me'yorlardan oshmaslik. Ikkinchi kvitansiya. Bu tabiiy gaz uchun to'lov. Ayniqsa qish mavsumida tabiiy gaz uy-joylarni isitish, suvni qizdirish va ovqat pishirish uchun juda muhimdir. Tabiiy gaz uchun ham xuddi elektr energiyasida bo'lgani kabi ayrim toifadagi pensionerlarimizga 100% kompensatsiya beriladi. Bu ayniqsa qishning sovuq kunlarida juda katta yordam bo'ladi. Misol uchun, Taktimin yoshli Rustam bobo 2-jahon urushi faxriysi. Uning oilasi yo'q, uyda bir o'zi yashaydi. Qishda uning uyi gaz bilan isitiladi va o'rtacha oylik gaz sarfi 200 kubometrni tashkil etadi. Amaldagi ijtimoiy me'yor, masalan, 2 kubometr bo'lgan taqdirda Rustam bobo urush faxriysi sifatidagi maqomi tufayli gaz uchun 100% kompensatsiya olish huquqiga ega. Ya'ni uning gaz sarfi davlat tomonidan to'liq qoplanadi.
Bu unga har oy o'rtacha 1,2 ming so'm miqdorida pulni tejash imkonini beradi. Bu pullar bilan u o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondirishi, dori-darmonlar sotib olishi yoki ro'zg'orga yordam berishi mumkin. Bu imtiyoz ham yolg'iz yashovchi, keksa fuqarolar, nogironligi bor shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun joriy etilgan. 3-kvitansiya bu suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun to'lov. Toza ichimlik suvi va sanitariya gigiyena talablariga javob beruvchi oqova suv tizimi har bir fuqaro uchun muhimdir. Ko'plab shaharlarda va hatto qishloq joylarda ham markazlashgan suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari mavjud. Bu xizmatlar uchun ham alohida toifadagi pensionerlarimizga 100% kompensatsiya berilishi mumkin. Tasavvur qiling, 8 yoshli Dilfuza opa 3 nafar farzandni voyaga yetkazgan, ammo hozirda bir o'zi yashaydi. U nafaqada bo'lib, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan. Har oy unga suv ta'minoti va oqova suv uchun 30 ming so'mlik kvitansiya keladi. Agar Dilfuza opa tegishli idoralarga murojaat qilib, o'zining kam ta'minlanganligi va yolg'iz yashashini tasdiqlasa, unga bu xizmatlar uchun 100% kompensatsiya beriladi. Bu degani u har oy suv uchun pul to'lamaydi va bu pul uning oila byudjetida saqlanib qoladi. Kimlar bu imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Yolg'iz yashovchi pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turuvchi keksa fuqarolar, nogironligi bor shaxslar. Bu imtiyoz ham ko'pincha aholi jon boshiga belgilangan iste'mol me'yorlari doirasida amal qiladi. 4-kvitansiya bu uy-joyga xizmat ko'rsatish kvartira haqi to'lovi. Bu to'lov ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar uchun dolzarbdir. U uyning umumiy joylarini tozalash, liftlarga xizmat ko'rsatish, tom va fasadni ta'mirlash uchun yig'iladigan pullarni o'z ichiga oladi. Bunday xizmatlar uchun ham ma'lum toifadagi pensionerlarimiz to'liq kompensatsiya olishlari mumkin. Keling, misol keltiraman. 7 yoshli G'afur amaki shahardagi ko'p qavatli uyning 4-qavatida yashaydi. U mehnat faxrisi va yolg'iz yashaydi. Har oy unga uy-joyga xizmat ko'rsatish uchun 25 ming so'mlik kvitansiya keladi. G'afur amaki mehnat faxrisi maqomi va yolg'iz yashashi tufayli ushbu to'lovdan 100% ozod qilinishi mumkin. Buning uchun u uy-joy egalari shirkati yoki boshqaruv kompaniyasiga tegishli hujjatlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Bu imtiyoz ayniqsa TSJ faoliyati bilan bog'liq bo'lib, imtiyozga ega bo'lgan shaxslarning to'lovlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu uning oylik xarajatlarini kamaytirib, pensiyasiga qo'shimcha yordam bo'ladi. Va nihoyat 5-kvitansiya. Bu maishiy chiqindilarni olib ketish uchun to'lov. Har bir xonadon maishiy chiqindilar hosil qiladi va ularni o'z vaqtida olib ketish shaharning sanitariya holati uchun juda muhimdir. Ushbu xizmat uchun ham ayrim toifadagi pensionerlarimiz 100% kompensatsiya olishlari mumkin. Misol tariqasida pagim 2 yoshli Zuhra aya kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi va qizining oilasi bilan birga yashaydi. Uning o'zi nafaqada, qizining oilasi ham unchalik katta daromadga ega emas. Zuhra aya va uning oilasi har oy maishiy chiqindilarni olib ketish uchun 15 ming so'm to'laydi. Zuhra ayaning kam ta'minlangan oila a'zosi sifatidagi maqomi tufayli u ushbu xizmat uchun to'lovdan 100% ozod qilinishi mumkin. Ya'ni bu to'lovni davlat qoplaydi. Bu holatda kvitansiya kelganda u Zuhra ayaning imtiyozini inobatga olgan holda nol summasini ko'rsatishi yoki to'langan summa qaytarilishi mumkin. Bu imtiyoz odatda mahalla fuqarolar yig'imlari tomonidan beriladigan ma'lumotnomalar asosida rasmiylashtiriladi. Endi esa eng muhim qism, bu qachon va qanday holatlarda sizga bu imtiyozlar berilmasligi mumkin. Shuningdek, e'tibor berish kerak bo'lgan ba'zi noaniq jihatlar. Birinchi navbatda, agar siz yuqorida sanab o'tilgan kommunal xizmatlardan belgilangan ijtimoiy iste'mol me'yorlaridan ortiqcha foydalansangiz, qo'shimcha sarflangan qism uchun kompensatsiya berilmaydi. Bu qismni o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, agar sizga elektr energiyasi uchun 2000 kWh me'yor belgilangan bo'lsa, siz esa 300 kWh ishlatgan bo'lsangiz, ortiqcha 2 kWh uchun to'lovni o'zingiz to'lashingiz shart. Agar sizning mulkingizda bir nechta uy yoki kvartira bo'lsa, kompensatsiya faqat siz ro'yxatdan o'tgan va doimiy yashaydigan birgina manzil uchun beriladi. Masalan, agar pensionerning shahar markazida bir kvartirasi va qishloqda bir uyi bo'lsa, kompensatsiya faqat u doimiy yashayotgan va ro'yxatda turgan manzil uchun beriladi. Qolgan mulk uchun kommunal to'lovlar umumiy tartibda amalga oshiriladi. Uchinchidan, agar pensioner yolg'iz yashamay, balki ishlaydigan farzandlari
yoki nabiralari bilan birga yashasa, oilaning umumiy daromadi va har bir a'zoning mehnatga layoqatliligi inobatga olinadi. Ko'pincha bunday holatlarda agar oilaning umumiy daromadi belgilangan eng kam ish haqidan yuqori bo'lsa, 1% kompensatsiya berilmasligi mumkin. Bu yerda kam ta'minlangan oila maqomi juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz kam ta'minlangan oila ro'yxatida bo'lsangiz, unda sizga imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ammo agar oilada mehnatga layoqatli a'zolar bo'lsa va ularning daromadi yetarli deb topilsa, sizga faqat qisman imtiyoz yoki umuman imtiyoz berilmasligi ehtimoli bor. 4-dan imtiyozga ega bo'lmagan shaxslar, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan maxsus toifalarga kirmaydigan oddiy pensionerlar uchun bu imtiyozlar amal qilmaydi. Shuningdek, belgilangan muddatlarda tegishli hujjatlarni taqdim etmaslik yoki noto'g'ri ma'lumotlar berish ham kompensatsiya olishdan mahrum etishi mumkin. 5-dan, kompensatsiya turlari har doim ham to'liq 100% bo'lmaydi. Ba'zi hollarda, masalan, agar siz yuqorida sanalgan toifalardan biriga kiruvchi nogiron bo'lsangiz, lekin yolg'iz yashamasangiz, sizga qisman kompensatsiya, masalan, ehm yoki 7-5% imtiyoz berilishi mumkin. Bu mahalliy hukumatning qarorlari va qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin o'zingizning hududingizdagi amaldagi qoidalarni aniqlashtirishingiz juda muhimdir. Ba'zi imtiyozlar, masalan, qishloq joylarda yashovchi pensionerlar uchun shahardagi pensionerlarga nisbatan farq qilishi mumkin. Bu farqlar asosan infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi va iste'mol me'yorlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Kompensatsiya mexanizmi ham turlicha bo'ladi. Ba'zan to'lov sizning bank hisobingizga pul shaklida o'tkaziladi. Ba'zan esa kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'zida sizning to'lov kvitansiyangiz nolga tenglashtiriladi. Har doim qonunchilikdagi yangilanishlarni kuzatib borish muhim. Chunki imtiyozlar ro'yxati va ularni olish shartlari vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beraylik. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Bularning barchasi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Kimga murojaat qilish kerak? Mahalla fuqarolar yig'inlari. Bu sizning birinchi qadamingiz bo'lishi kerak. Aksariyat ijtimoiy imtiyozlar, ayniqsa kam ta'minlanganlik yoki yolg'iz yashash maqomini tasdiqlash uchun MEFIga murojaat qilasiz. Mahalla raisi yoki hokim yordamchisi sizga qanday hujjatlar kerakligini va qaysi idoraga keyinchalik murojaat qilishingizni aniq tushuntirib beradi. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ko'plab kommunal xizmatlar, pensiya masalalari va imtiyozlarni rasmiylashtirish bo'yicha arizalarni aynan shu yerda topshirishingiz mumkin. Bu yerda sizga navbatsiz xizmat ko'rsatishadi va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Siz shaxsan tashrif buyurishingiz yoki onlayn navbat olishingiz mumkin. Asterisk, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari pensiya guvohnomasiga ega bo'lganingiz uchun va ayniqsa nogironlik yoki urush faxriysi maqomingiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ham tegishli ma'lumotlarni olishingiz va imtiyozlar uchun murojaat qilishingiz mumkin. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, elektr, gaz, suv ta'minoti va chiqindi tashish idoralarining o'zida ham sizning imtiyozingizni ro'yxatga olishlari mumkin. Ba'zan ular o'zlari MFA yoki DXMdan ma'lumotlarni so'rab olishadi, ammo har doim ham emas. Shuning uchun avval yuqoridagi 2 idoraga murojaat qilish afzalroq. Asterisk, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myboy.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz yoki sizga yordam beradigan farzandingiz, nabirangiz bo'lsa, myboy.uz orqali elektron ariza topshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usullardan biridir. Asos kerakli hujjatlar ro'yxati, pasport, asli va nusxasi, identifikatsiyangizni tasdiqlash uchun zarur. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi, sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat, yashash joyidan ma'lumotnoma, dom raisi yoki MFIdan. Ushbu ma'lumotnoma sizning qayerda ro'yxatda turganingizni va haqiqatda yashayotganingizni tasdiqlaydi. Oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma MFIdan. Oilangizda nechta kishi borligi, ularning yoshi va mehnatga layoqatliligi haqida ma'lumot beradi. Bu ayniqsa kam ta'minlanganlik maqomini aniqlashda muhim. Nogironlik guvohnomasi. Agar sizda nogironlik bo'lsa, uning asli va nusxasi. Nogironlik guruhi ham muhim. Chunki imtiyozlar guruhiga qarab farq qilishi mumkin. Astas bank hisob raqami rekvizitlari. Agar kompensatsiya pul shaklida sizning hisobingizga o'tkazilishi kerak bo'lsa,
pensiya kartangizning rekvizitlari mos keladi. Asta-asta oxirgi 36 oydagi kommunal to'lov kvitansiyalari, agar siz avval to'lovlarni o'zingiz amalga oshirgan bo'lsangiz, bu hujjatlar sizga kompensatsiyani orqaga qarab hisoblab chiqishda yoki to'langan summalarni qaytarishda yordam berishi mumkin. Asta-asta ariza namunasi. Ariza blankasini murojaat qilgan idoradan olishingiz va to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ariza qanday yoziladi? Ariza oddiy va tushunarli tilda yozilishi kerak. Unda kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi raqami va imtiyoz olish uchun asos bo'ladigan maqomingiz. Masalan, guruh nogironi yolg'iz yashovchi pensioner aniq ko'rsatilishi lozim. Ariza oxirida siz talab qilayotgan imtiyozni elektr energiyasi, gaz, suv, uy-joyga xizmat ko'rsatish va chiqindi tashish xizmatlari uchun 100% kompensatsiya berishingizni so'rayman. Aniq yozishingiz kerak. Ilovada barcha taqdim etilgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arifmetik xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun blankalarni to'ldirishda xizmat ko'rsatuvchi xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. 4. Murojaat muddatlari va jarayonni kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng unga javob berish uchun qonunchilikda belgilangan muddatlar mavjud. Odatda 15 kun. Javobni kutib turing. Agar belgilangan muddatda javob kelmasa, yana murojaat qilishingiz yoki yugurib turuvchi tashkilotlarga, masalan, xalq qabulxonalari yoki prokuraturaga shikoyat qilishingiz mumkin. Elektron ariza topshirgan bo'lsangiz, my.gov.uz saytida arizangizning holatini kuzatishingiz mumkin. Aziz pensionerlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan 5 ta kvitansiya va ularni to'lashdan ozod bo'lish, ya'ni 100% kompensatsiya olish imkoniyatlari haqida batafsil gaplashdik. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv ta'minoti va oqova suv, uy-joyga xizmat ko'rsatish, maishiy chiqindilarni olib ketish, bu xizmatlar har bir insonning hayotida muhim o'rin tutadi. Davlatimiz tomonidan berilayotgan bu imtiyozlar sizning moliyaviy ahvolingizni yengillashtirishga qaratilgan bo'lib, sizning qonuniy huquqingiz hisoblanadi. Bu ma'lumotdan to'g'ri foydalanib, o'zingizga va yaqinlaringizga yordam berishingiz mumkin. Esingizda tuting, huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish har bir fuqaroning burchidir. Endi esa sizdan iltimos qilaman. Bu video haqida o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu imtiyozlar haqida bilarmidingiz? Ulardan foydalana oldingizmi? Yoki qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarimiz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, chunki biz sizga doim shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etamiz. O'zingizni asrang, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.